Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan esa men Oybek Abubakirov. Bugun esa sizlarga men bir qator mashinalarni ko'rsatib o'rmoqchiman va ikki og'iz akalar. Kimdir haqiqatda ham gapirish kerak, to'g'rimi do'stlarim? Hozir ko'ryapsizlar, Rossiyada notinchlik akalar. Shu munosabati bilan internet ko'p joyda yaxshi ishlamayapti. Kunduz kuni ham misol uchun ko'pchilik balki Wi-Fi da o'tiribsizlar. Akalar, Instagram ham, Telegram ham, WhatsApp ham, xullas boringki YouTube ham hammasiga hozir VPN kerak. Albatta VPNingiz bo'lmasa, VPN skechat qilinglar. Iloji boricha 200 rublga pulligini. Chunki akalar hozir bepul VPNlar ham ishlamayapti. Endi akalar, roppa rosa 1000 dona biletimiz qopti. Avvalam har bir ko'rib turgan akalarimizga, ukalarimizga, opa-singillarimizga kattakon rahmat shunchalik ishonchinglar uchun, daveriya uchun do'stlarim. Ko'pi ketib, hozir qoldi. Bitta qo'llab-quvvatlasanglar, bu yoqqa o'sha finalga harakat. 3499 dona o'zi bu o'yinimizda ishtirok etyapti. Nima uchun buncha kamkaliksiz qildik? Sharoitga qaragan holatda akalar, destiya qilyapmiz. Ko'ryapsizlar, hozir 6000 ta bilet qilganimizda ancha cho'zilib ketardi. Shu munosabati bilan tezda o'yinni qilib berib, ko'pchilikni xursand qilish uchun 3 ta qo'yganda ham zo'r mashinalar qo'ydik. Главный prizdan boshlayman bo'lmasam. Главный prizimiz BMW 7 series linziy adaptivniy faralarda, elektronniy jabralarda akalar. Ya'ni mashina spetso'zi avtomatik tarzda ochilib berkiladi. 4x4 twin turbo dvigatel turibdi. Mashinada 100 ming probeg akalar. Ya'ni mashina ideal holatda. 4x4 объем turibdi, 450 ta ot kuchiga ega. 4 tala balonida ham pnevma podveska, 4 tala eshigida ham davodchik dveri, ikkitadan двойной panoramada, бесключевой достуp. 3 xil tablolar o'zgaradi. Ya'ni 3 xil svetda: sport rejim, komfort rejim, ekonom rejim va adaptiv rejim ham bor. Mashinamiz juda ham современный, полный привод, albatta akalar. Orqalarini o'zingizlar ko'rdinglar. Endi представительский biznes klass bo'lgandan keyin mashinamiz eng дорогой премиальный materiallar ishlatilgan. Patologlari ham Alcantara'da. Bu mashinada 360 gradus покругу kamerasi ham bor va o'zi parkovka qiladigan funksiyalarigacha akalar. Shuning uchun nima deymiz? 2000 rubl evaziga ko'p bilet olish shart emas. Hozir bilaman juda ko'p aka-ukamizga balki og'ir bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bitta bilet olib qo'ying, tamom do'stim. Xudo beraman desa, o'tgan o'yinda ko'rdingiz, bir dona bilet bilan BMW X6M Competition'da akamiz yutib ketdi. Avvalam bu omad. Qurib yetgan akalarimiz esa bosinglar radnoylarim, chunki shans juda ham katta. Xo'p, o'yinimizda akalar ikkita yana taksi bop yoki bo'lmasam dastavkada ishga borib kelgani, xullas mingani ham juda ham yaxshi sostenidagi mashinalarni olib qo'ydik. Hyundai Solarisimiz 2020-yil 1.6 объем, 123 ta ot kuchi bor. 6 stupkalik avtomat korobkada albatta, podogrev rul, podogrev сиденья, konditsioner, katta multimedia, hammasi stiklopodъемник. Xullas rohatli qilasiz do'stim. 3-chi mashinamiz Kia Rio 2021-yil 1.6 объем, avtomat korobkada albatta. Bu ham akalarimiz mexanikani qiynalmasin deb bu o'yinimizni полностью avtomat qildik. Endi главный prizni videoni ko'ryapsiz. Linziy faralarini qarangda do'stim. Orqalarini, diskalarini aytmaysiz buni. Akalar, har biringlarga avvalam omad yor bo'lsin, omadinglarni bersin. Har bir aka-ukamiz ishtirok etyaptiki, baribir bir nimaga erishaydi. Hozirgi kunda tim bo'la akalar, riskovat qilmasangiz bo'lmaydi, chunki ko'ryapsiz. O'zi Rossiyada o'zi notinchlik, chunki har kuni urush, janjal, to'polon. Endi men aytmasam ham akalarim shundoq ham ko'ryapti. Shu munosabat bilan ikki og'iz baribir shu temaga tegishga qaror qildik. Akalar, 1000 dona roppa rosa bilet qoldi. Moshni возможность biletni olib, omadni sinab, tim bo'li 3499 dona yutish imkoniyati 2 baravarga ko'tarildi akalar. Qandoq qilib ishtirok etaman deganlarga videomiz ostida yoki yuqorida ikkita shot silka qo'yib o'tib ketyapmiz. Sberbankki bor aka-ukalarimizga. Agar sizda Sberbankingiz bo'lmasa, 904 601 31 31 nomer telefonimizga Amiriddin nomida Sberbank chiqyapti. 2000 rubl kartaga o'tkazib, original chekingizni 904 601 50 21, ya'ni отдельно ko'rsatilgan WhatsAppga yuborib qo'yasiz. Qiyin joyi yo'q. Tamom akalar. Bir omad sinab ko'rasizlar, 2000 rubl evaziga sizlarni 3 ta bir-biridan ajoyib mashinalar kutyapti va men o'ylayman, inshaalloh o'sha mana 1000 dona biletimiz qopti. 2 kun, 3 kun uzoq akalar. Tamom finalda qilamiz. Har bitta ko'rib turgan aka-ukamizga, opa-singilimizga omad yor bo'lsin do'stim.
omadingizni bir sinab ko'rmasangiz bo'lmaydi bu o'yindan.